Inqirozga qaramay, Kaliforniya hamon ulkan iqtisodiyotga ega. Napa vodiysi uzumzor va vinolari bilan mashhur. Bir yilda 125 million dollar daromad. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. 2008-2009 yillardagi moliyaviy inqirozdan beri Qo'shma Shtatlar iqtisodiyoti ancha o'ziga kelib olgan. Kaliforniya eng qudratli shtat. U yerda qurilish sohasi hozir ancha kengaygan. Bozor ham joyida. Uy-joy sotuvchisi Rozali Anderson yangi imoratlardan biri $1 million ko'proqqa sotilishiga umid qilyapti. Juda qiziq. Ofisda o'tirib sheriklarimizdan so'raymiz. Bu odamlar shuncha pulni qayerdan olishyapti? Menimcha odamlar bugun yaxshi investitsiya mol-mulk ekanini yaxshiroq tushunyapti, deydi u. Kaliforniya iqtisodiyoti o'tgan yili 3,5% ga o'sdi. Bu mamlakatdagi o'rtacha rivojlanishdan 1% ga ko'p. Ammo vaziyat hamma joyda ham ijobiy emas. Los Angeles iqtisodiy taraqqiyot korporatsiyasi mutaxassisi Robert Klenhansning aytishicha, o'sish asosan port shaharlarda. Portlardagi savdo hanuz inqirozdan oldingi 2007-yil darajasiga yetgani yo'q. Yildan yilga vaziyat yaxshilanyapti, ammo hali qiladigan ishlar ko'p. Ammo futbolka va shippak sotadigan mana bu kichik kompaniyaning ishlari yaxshi. Genri Wong Xitoydan keltirilgan arzon bezakli matolarni sotadi. Savdo sust bo'lgan mahal uning xodimlari soni ham kamayadi. Ish kamroq bo'lsa menga ham oson, chunki o'zim ham ishlayman. Ba'zan iqtisodiyot zaif bo'lgan paytda biz ko'proq ishlaymiz. Bugungi holatdan u mamnun. AQShning o'zini qayta tiklashida axborot texnologiyalari sohasining o'rni muhim. Ammo Kaliforniyaning Silikon vodiysida ham vaziyat turlicha. Cisco kompaniyasi savdo yaxshi bo'lishiga qaramasdan 4000 odamni bo'shatishga qaror qildi. Kaliforniyaning $44 milliard agrar xo'jaligi ham o'sishda davom etyapti. Shtatda ishsizlik darajasi hozir 8,7% ga tushgan, 3 yil oldin 12% edi. Amerika bo'ylab ishsizlik hozir 7,4% bo'lib, bu raqam ham sekin-asta kamayib boryapti. Iqtisodchi Robert Klenhans vaziyat hanuz ko'ngildagidek emas deydi. Ishsizlik kamaymoqda, yalpi ichki mahsulot o'syapti. Muammo shundaki, iqtisodiyotning o'sishi biz kutgandan ko'ra sustroq. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.